Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana chempionlik kamarimni himoya qildim. Hammalaringizga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun, duolaringiz uchun. Xudo xolasa bunaqa g'alabalardan ko'p bo'ladi. Sizlarning duolaringiz bilan g'alaba qozondik. O'z minnatdorchiligimni bildiraman O'zbekiston boks federatsiyasiga. Biz bokschilarga shunaqa shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Bu shart-sharoitdan unumli foydalanib Osiyo, Jahon va Olimpiada o'yinlarida O'zbekistonimiz bayrog'ini yanada baland ko'taramiz. Yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun dadajonimning tug'ilgan kunlari. Dadajon, baxtimizga har doim sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu chempionlik kamar faqat siz uchun. Hammalaringizga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlaringiz uchun duolar qilinglar. Xudo xolasa bunaqa g'alabalardan ko'p bo'ladi. Hammalaringizga kattakon rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana inshaalloh birinchi debyut jangimni ham g'alaba bilan boshlab oldim. Bu g'alabam xalqimni, prezidentimning yutug'i. Chunki sizlar har doim duo qilib qo'llab-quvvatlayapsizlar. Inshaalloh biz ham sizlarni ishonchlaringizni oqlagan holda yana shunaqa yorqin g'alabalar bilan davom ettiramiz. Bu kabi imkoniyatlarni yaratib bergan O'zbekiston boks federatsiyasiga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu kabi tajribalar bizga xudo xolasa 2019-yil Osiyo chempionati, Jahon chempionatida, Olimpiada o'yinlari uchun o'ynaladigan litsenziyalar uchun albatta yordam beradi va xudo xolasa Olimpiada o'yinlarida ham shunaqa yorqin g'alabalar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Olg'a O'zbekiston! Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Всем огромное спасибо за ваши поздравления. Мне очень приятно. Слава Аллаху, выиграл 6-й бой с нокаутом. У нас еще все впереди. Я хочу в первую очередь сейчас поблагодарить своего промоутера и менеджера Андрея Михайловича Рябинского и Вадима Корнилова. Спасибо за ваше доверие. Я вас не подведу. Я не успокоюсь и не останавливаюсь, пока не возьму все пояса. В этом нужна ваша поддержка мне. И всему Узбекистану спасибо. Болели, переживали, молились. Алик, братан, тебе большое спасибо, что ты всегда с нами. Butun xalqimizga, prezidentimizga, ota-onamga, aka-uka do'st birodarlarimga, amakimga, hammaga kattakon rahmat. Joel Diaz, Tony Diaz, thank you very much. I'm happy. I remember you were you champion, I champion. Me champion, coach.